Assalomu alaykum, qarshi moto obunachilari. Mana motosikletlarimiz. 350 kublik Damas'chamiz. Kuzov razmer 220 ga 140lik. Ko'zda qo'yamiz 2 tonnalik motosikletimiz. Mana ichki ko'rinishi. Kuzovimiz baquvvat. Kuzov taklariga mana zapaska baloni bor. Sizatlar qo'yilgan. Yukka 2,5 tonnagacha 3 tonnani ham olib ketadi bemalol. 2 tonna qo'yilgan lekin. Bunimiz narxi 44 million so'm naqd pulga va ana shu Ko'kdala tumani bo'yicha, Qashqadaryo Ko'kdala tumani bo'yicha ishonchdan kreditga olsangiz ham bo'ladi. Bu motosikletimiz 250lik pol kabina, kuzov razmeri 220 ga 140lik, 2 tonnaga moslashtirilgan. Ko'zapadiamiz. Buni narxi 33 million so'm va 200lik pol kabinamiz, kuzov razmeri 2 metrga 140lik, 1,5 tonnaga moslashtirilgan motosikletimiz narxi 32 million so'm. Mana pol kabina 130lik motosikletimiz. Mana motorlari sidinallarda bo'ladi. Old ko'rinishi. Kuzov razmeri 170 ga 120lik. 800 dan 1 tonnagacha yuk oladi. Ana 200lik inshaalloh motosikletimiz. Kuzov razmeri 140 ga 2 metrlik. Mana inshaalloh ham ko'tarib chiroyli qo'yilgan. O'sha 1,5 tonna yukni bemalol to'kib ag'dariladi va ko'tarib tortib yura oladi. Motori ham shunga yarasha понижний, zapaska balon, hamma narsasi bor. Bunimiz narxi naqd pulga 29 million so'm. Shu Ko'kdala tumanida ishonchdan kreditga ham olsangiz bo'ladi. Va mana 200lik radiatorli 1,5 tonnalik motosikletimiz, kuzov razmeri 2 metrga 140lik. Narxi 25 million 500. Xuddi shu razmerda 250lik motorimiz, biz radiatorli ventilyator orqali ishlaydiganimiz motosikletimiz, kuzov razmeri 2 metrga 140lik, 24 million 500 ming so'm bu motosikletimiz. Mana yana shu 200lik radiatorli qizil rangi va 250lik motorimiz, kuzov 220 ga 140lik, 2 tonna yukka moslashtirilgan. Narximiz 29 million so'mda. Ana shu 200likda razmeri 220 ga 140lik, 1 tonna 200 kilogacha yuk oladigan motosikletimiz. 1 tonna 200 dan 1,5 tonnagacha yuk oladi. Bunimiz narxi 25 million 500. 250lik motor, kuzov 220 ga 140lik. Mana bu yerda qo'sh balon 250lik motorimiz 2,5 tonna yuk oladi. Mana orqalari taklari, zapas baloni bor. Tonna yukni bemalol joyidan olib ketadi. Bu motosikletimiz narxi 31 million so'm. 31 million so'm. Mana 29 million so'mga inshaalloh vayni rangni ko'k rangidan radiatorli ko'rinishlari motosikletimiz. Mana 24 million 500lik kuzov 2 metrga 140lik, 1,5 tonna yuk oladigan motosikletimiz. Biz radiator va radiatorli mana vayni rangi. Buni ham narxi 25 million 500.
Manzilimiz Qashqadaryo viloyati Ko'kdala tumani. Samarqanddan kelish va Qashqadaryoga ketish va Surxondaryoga ketishda. Mana tarvuzni oldidan 100 metr pastga. Bu tomonimizda Ko'kdala svetoforida 100 metr tepaga. Mana shu magazinimiz aka. Xonji, Lifan Xonji mototsikllar magazin. Magazinimiz. Va yakka mototsikllardan kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, mana legendarniy G-Fox markadagi mototsiklimiz. %150 motorda eski Lifan'ni ukasi desa ham bo'ladi bu mototsiklimizni. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa bundan bor. Qizil, ko'k ranglarda ikkita mototsiklimiz qolgan. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa 13.500.000 so'mdan narxi. Tomonlari ham yurmagan mototsiklimiz. Va mana ichkarida ham mototsikllar har xil tur-turdan bor. Elektronli, benzinli. Bu tomonda ham mana tokli elektronli mototsikllar. Narxlari 152 markadagi 20.500.000, 200lik mototsikllarimiz mana 28.500.000, K19 markadagi mototsiklimiz 200lik radiatorli narxi 37 million so'm. Va 2 silindr 250 markadagi 16V markadagi mototsiklimiz narxi 54 million so'm. Mana Sport Cruise 200lik injektor mototsiklimiz narxi 38 million so'm. Va mana chiroyli Endurolar narxi 35 million so'mdan 250 kublik bez radiator bo'ladi. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa elektronli mototsikllarimiz. Elektronlarimiz narxi buniki 7 million so'm. Bularimiz 10 million so'mdan va mana yana 7 million so'mlik va 4.500.000lik mototsikllarimiz ham bor. Bu mototsiklimiz narxi esa 6 million so'm. Mana shuniki. 50 kublik mototsikllarimiz narxi 10 million so'm. Pol avtomat Lifan 110lik motor mototsiklimiz narxi 15 million so'mdan.